Botir Qodirov javobgarlikka tortildi. Shoir Shamsiddin To'rayev xonanda Botir Qodirov ustidan tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan she'rlarni qo'shiq qilgani uchun Adliya vazirligiga shikoyat qildi. Bu haqda Adliya vazirligi Intellektual mulk departamenti xabar berdi. Qayd etishicha, Adliya vazirligi tomonidan Shamsiddin Sadoiy taxallusi bilan tanilgan shoir Shamsiddin To'rayevning murojaati asosida Davlating borida, Omonat va Tingla do'stim nomli she'rlari xonanda Botir Qodirov tomonidan huquq egasi ruxsatsiz hamda tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan foydalanilgani aniqlangan. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasi bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 65-moddasiga asosan muallif yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan zarar qoplanishi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 1000 baravarigacha miqdorda to'lanishi lozim bo'lgan tovonni to'lashini talab qilishga haqli hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Avazbek Olimov mualliflik huquqini buzgani uchun 170 million so'm jarimaga tortilgandi. Xonanda Avazbek Olimov Go'zal yorim she'rini shoiraning ruxsatisiz yillar davomida Sevar yorim nomi ostida o'zgartirib kuylab kelgan. Shundan so'ng shoira Mahliyo Ahrorova mualliflik huquqlari buzilgani uchun 200 million so'm ma'naviy zarar hamda 340 million so'm tovon puli talab qilib sudga shikoyat qilgan.